Bugun yana 100 ming gektar ekin yerini yangi tizim asosida auksionga chiqarish bo'yicha farmonni imzoladim. Har bir kun g'animat, hokimlar bu yerlarni tez auksionga chiqarib ekin ektirishi zarur. Zaripov, Tursunov, Babayev, Qosimov, Rahimov 3 kunda ijara yerlariga xizmat ko'rsatadigan direksiyalar faoliyatini yo'lga qo'ysin. Imzolagan farmon bilan sanoat plantatsiyasi tashkil qiladigan tadbirkorlarga katta imtiyoz va moliyaviy resurslar berilyapti. Masalan, 7 yilga 14% imtiyozli kredit, sug'orish va elektr infratuzilmasi xarajatini 50% ga kompensatsiya va boshqalar. Viloyat hokimlari bu yil kamida 5 tadan yirik sanoatlashgan meva-sabzavot plantatsiyasini namuna qilib tashkil qilishlari shart. Kartoshkaga bo'lgan talabni qoplash uchun bu yilga reja qilingan 180 ming gektardan 118 ming gektarga urug'lik ekildi. Lekin Qashqadaryoda bor yo'g'i 41%, Surxondaryoda 44% maydonda kartoshka ekilgan. Ayniqsa reja bajarilishi G'ozor, Kasbi tumanlarida 30%, Muborak, Angor, Bandixon, Muzrabotda 40%. Mart oyining o'zida kartoshka Surxondaryoda 12.4% ga, Qashqadaryoda 9% ga qimmatlashgan. Sizlarni tashvishga solmayapti, meni tashvishga solyapti. Kartoshkalikka ixtisoslashgan Xo'jobod, Andijon, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Yangiqo'rg'on, Farg'ona tumanlarida ham ishlar qoniqarsiz. G'ani bosh prokuror o'rinbosari To'xtabayev bugunning o'zida suskashlikka yo'l qo'ygan viloyat hokimlarining qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlari va tuman hokimlaridan tushuntirish xati olsin, 2 haftada o'zgarish bo'lmasa javobgar qilsin. Tushundim, hurmat.